Gepatit C bo'yicha videoyingiz juda ham muhokamalarga sabab bo'lyapti. Juda ham savol ko'p kelgan. Gepatit B'gacha B'ga ham davo topilganmi degan savollar juda ham ko'p. Bizani xalqimizda shunaqa tushuncha bor. Agar kasallik to'liq davolanmasa, u kasallikning davosi yo'q deb hisoblashadi. Aksariyat kasalliklarda davo surunkali bo'ladi. Ya'ni kasallik to'liq tuzalmaydi, lekin ma'lum bir davo usullari bilan, masalan tabletka ichish yoki boshqacha qanaqadir dori vositalarini qo'llash bilan kasalni, demak, kasallik belgilarini kamaytirish, kasallikka avj davridan remissiya, ya'ni bezovta qilmaydigan davriga o'tkazish, bu asosiy kasalliklarda davolash yo'nalishi shunaqa bo'ladi. Shuning uchun gepatit B'da ham davolash surunkali bo'ladi. Ya'ni virusga qarshi dori bor, lekin u dori virusni to'liq o'ldira olmaydi. Virusni ko'payishini zo'r bloklaydi, nolga tushiradi. Va buning natijasida sizni jigaringiz zararlanmaydi. Faqat sharti dorini doimiy ichish, ya'ni uzoq muddat ichish. 3 oy emas, 6 oy emas, 1 yil emas, 2 yil emas, ya'ni 5 yil va undan ko'p ichish kerak. Bu jahon gepatologlari, gastroenterologlarining tavsiyasi. Yevropa, Amerika, Osiyo jigar kasalliklarini o'rganish bo'yicha shu assotsiatsiya bor. Ular uni uzoq yilgi izlanishlar kuzatuvlari natijalari shuni tavsiya etadi. Endi kelajakda bundan zo'r dori chiqsa, albatta davo choralari almashtiriladi, o'zgartiriladi va balkim to'liq gepatit B virusidan tuzalish imkoni paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirda mavjud davo choralarini qilib turish kerak bo'ladi. Katta rahmat. Zo'r javob bo'ldi. Boya savol kelibdi sizga. Gepatit B'dan davolandim. Analiz topshirganimda soni 0 chiqdi deyaptilar. Endi gepatit B'ga qarshi davo choralarini davom ettirishim kerakmi yoki shart emasmi degan savol qo'yganlar. Agar virusning soni demak 20 minggacha bo'lsa, unda agar virusga qarshi dori buyurilgan bo'lsa, virusning soni juda tez muddatda 0 ga tushadi. Lekin 0 ga tushgandan keyin virusga qarshi dorini to'xtatib qo'yish, ichayotgan dorini, bu qo'pol xato bo'ladi. Chunki men aytdim, hozir yuqorida aytdim, dori 5 yildan kam bo'lmagan muddatga buyuriladi. Bu shunaqa tavsiyada yozilgan. Biz o'zimizchalik qanaqadir Amerika ochmasligimiz kerak. 3 oy ichaman, 6 oy ichaman, 1 yil ichaman degan fikrlarni olg'a surmasligimiz kerak. Bu aniq tavsiya bor. Bu tavsiya juda ko'p insonlarda kuzatilgan, sinalgan va undan keyin bizga aytilgan. 5 yildan ko'p berish kerak degan. Shuning uchun 5 yildan uzoq muddat ichiladi. Dorini to'xtatib qo'ygan bo'lsangiz, bu noto'g'ri. Virus qisqa muddatlarda qaytib yana paydo bo'ladi. Ya'ni jigar ichidan qonga chiqadi, ko'payadi va qonda yana aniqlana boshlaydi. Shuning uchun sizga doktor, vrach dori buyurgan bo'lsa, uni surunkali uzoq muddat ichish kerak. Tavsiya shunaqa bo'ladi. Dorini palapartish ichishchi? Xo'p, dorini palapartish ichish masalasi virusga qarshi dorilarda, hamma virusga qarshi dorilarda aniq tavsiya bor. Ya'ni dorini etilgan muddatda aniq ichish kerak. Ya'ni bu vitamin emas yoki boshqa qanaqadir dori emas. Xohlagan paytda, esingizga tushib qolgan paytda ichadigan. Masalan, ertalab, kechqurun desa, ertalab misol 6 da ichdingiz, kechqurun soat 10 da ichdingiz. U noto'g'ri. Virusga qarshi dori odatda ko'pincha, ya'ni gepatit viruslari B, C ga qarshi dorilar kuniga bir marta ichiladi. Ya'ni har 24 soatda. Bugun masalan ertalab soat 8 da ichsangiz, doim ertalab soat 8 da ichishingiz kerak bo'ladi. 7 da, bir kun 10 da, bir kun 12 da. Bu vaqt o'tishi bilan, agar siz bunaqa noto'g'ri ichsangiz, vaqt o'tishi bilan dorini sezuvchanligini yo'qotadi. Ya'ni virusga sezuvchanligi yo'qoladi dorini va dori virusga ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi. Shuning uchun dorini aniq ichish kerak. Aytilgan muddatda orada uzilishlarsiz ichish kerak bo'ladi. Katta rahmat. Xo'p, gepatit D ning dorisi bormi? Hozirgi vaqtda gepatit D virusini sonini kamaytiruvchi, uni yoki umuman butkul yo'q qiluvchi zo'r dori yo'q. Zo'r dori yo'q. Ma'lum bir dorilar bor.
Masalan, interferon preparati bor, inyeksiya ko'rinishida. Bu preparat samaradorligi 24-25%. Ya'ni 100 ta gepatit D si bor bemorga agar shu qo'llanilsa, ularning 24 tasiga ta'sir qiladi. Ya'ni virusning sonini kamaytirib, uni jigarini ko'rsatkichlarini yaxshilaydi. Qolgan 76 tasiga ta'sir qilmaydi. Mana bu 24 tasi ham agar dorini to'xtatsa, virus yana qaytib chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun dorisi, ya'ni yaxshi samarador dorisi hali yo'q. Lekin olimlar buni ustida ish olib borishyapti. Bir nechta, ya'ni 10 ga yaqin dori vositalari bor. Hozir ruschalab aytganda razrabotkada va yaqin yillarda yaxshi samarali virusni, gepatit D virusini ko'payishini to'xtatuvchi, balki umuman yo'q qiluvchi virusga qarshi dori chiqishi mumkin. Bu shunaqa javob bo'ladi. Katta rahmat. Xo'p. Yana bir narsa eshitgandim men. Gepatit B si bo'lmagan insonda gepatit D kuzatilmaydi degan fikr eshitdim. Bu qanchalik to'g'ri? Gepatit D o'zi B virussiz organizmda ko'paya olmaydi. Ya'ni odam organizmida yasha olmaydi. Shuning uchun u albatta B virusi bilan birga bo'ladi. Agar qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lsa, analizlarda noto'g'ri talqin bo'lsa, analizni noto'g'ri o'qish bo'lsa, ayrim holatlarda shunaqa holatlar ham bo'ladi. Bizning sohamizga yaqin bo'lmagan shifokorlar bemorga analizni noto'g'ri o'qib berishadi va bemor tushkunlikka tushib qoladi. Bizda menda gepatit D bor ekan yoki sizda faqat gepatit D bor ekan, B yo'q ekan degan fikrlar aytishadi. Demak, bu analizni noto'g'ri o'qish yoki bemorlarning o'zi noto'g'ri o'qib oladi analizni. Shuning uchun albatta o'sha gepatolog yoki infeksionist yoki gastroenterologga murojaat qilib, analizlarni ko'rsatib, o'zini tashxisini to'g'ri, aniq qo'yib olish kerak bemor va shunga qarab keyin ish olib borish kerak davolash masalasida.